Qonuniy talabimizni bajarmayapti. Oynalarni yopib olgan, eshikni qulflab olgan. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektor Turdialiyman. Mana siz bilan bo'layotgan muloqotimiz bu kamera orqali yozilyapti. Hujjatlar tekshiruvni to'xtatdi. Marhamat qilib haydovchi guvohnomasini. Hurmatli haydovchi, qonuniy talabni bajaring. Avtomashinadan tushib oling pastga. Qonuniy talabimizni bajarmayapti. Oynalarni yopib olgan, eshikni qulflab olgan. Haydovchilik guvohnomalari, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'q yonda. Shu holat bo'yicha Ma'muriy kodeksining 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga jo'natadi. Guliston shahar hududida olib borilgan nazorat reyd tadbirlari davomida 5 kun rusumli transportlar to'xtatib tekshirilgan haydovchi tegishli ruxsatnomasini oynalar uchun o'zgartirgan holati aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga yuborilmoqda. Trek rusumli transport vositasi haydovchisi davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib harakatlangani holati aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga yuborilmoqda. Hurmatli haydovchi, bir bor taklif qilaman, tibbiy ko'rikka. Tushungan transportda maqsad transportda Ikkita xolis ishtirokida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi. Bosh tortganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 136-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Xolislar ishtirokida. ma'muriy javobgarlik Mazkur 76 milligram. I don't ever slow up, no I don't take shit.